akalar, amazatorimizni ham moslab bo'ldik. Bog'i o'ziniki. Xo'p, buni qilishimga sabab birinchisi o'zini amazatoridan yo'q edi. Shuning uchun buni mosladim, boshqa mashina amazatori. Ikkinchisiga egasiga borib bo'ldim o'zini amazatoridan. Keyin o'zinikidan yo'q ekan, egasiga aytdim, "Mana shuni moslab beraman" dedim, "Bo'pti" deyishdi. Uchinchi sababi zo'r chiqadi. Mashina yumshoq bo'ladi. Yukka ham, misol odam chiqqanda ham, odam tashiydigan bo'lsalaring ham effekti zo'r bo'ladi. Unchuncha mashinalarni cho'kmaydi, urmaydi ham. Politsiyasiga yama umuman mensimaydi. Bu joyga solib ko'raverasizlar. Ko'rgan bo'lsalaring, anchadan beri video qo'yganim yo'q edi. Endi ko'pchilik ko'cha-ko'yda ko'rganda shunaqa aka, sizni kuzatib boramiz deyishadi. Shunga uchamcha video qo'yib boraman, ko'p video chiqarmayman. Bo'lasa o'sha kerakda. Mana shunaqa moslama ishlab berdik, hali ishlar ko'proq tashlab boraman. Bizda endi odamlar o'rganmagan bunaqa narsaga, videoga olishga, xohlamaydi videoga chiqishni. Shuning uchun uncha o'zim ham qiziqqanim yo'q. Shu redga qo'l sal bo'shab qolganda egasi yo'qligidan shunaqa qilib videoga tashlab turaman. Kerakli narsalar, mabodo sizlarga qiziq bo'lsa, nima? Misol, mashinalarni yumshoq qilmoqchi bo'lsalaring yokida qanaqadir muammosi bo'lsa, yokida nimagadir tushunmasalaring, yo qanaqa zapchast qo'yish kerakligini bilmasalaring, bemalol so'rashlaring mumkin. Qo'limdan kelgancha, bilganimcha inshaalloh sizlarga yordam beraman. Bu videolar tashlashimdan maqsadim ham mana shu insonlarga yordam berish, qaysidir ma'noda sizlarga manfaatim tegsa xursand bo'laman. Bu unaqangi nima uchun? Hali to'g'risi bu Instagram nimadan to'g'risi menga foyda yo'q. Obunachilarim nimaga ko'rsalaring juda kam. Bu narsalarning to'g'risi menga foyda yo'q. Shu sizlar uchun, mabodo tushunmagan, bilmagan insonlar uchun tashlab boraman.